Hamma narsaga tayyor turishimiz kerak. Vaziyat o'ta jiddiy. Sarosimali vaziyat Sanitar katalogga! jahonni larzaga solgan o'lat. Bemorning ahvoli og'irlashyapti. Bular bizni davolamoqchimi yo o'ldirmoqchimi, a? Opamga o'zingiz tuzukroq qararsiz. Pandemiya bilan yuzma-yuz kelgan O'zbekiston. Bu vaziyat qancha davom etadi hali noma'lum. Zangiota tumanida yirik shifoxona qurilishi boshlangan. Najotkorlarga aylangan shifokorlar. Sig'ing balandku. Madina. Farida, dorilaring qani? Nega qara? Unaqa qizim. Ketaman. O'char. Pandemiya, COVID-19.